Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan Mansur bloger. Bugungi video roligimiz granitsaga o'sha aynamiz qatnaydi ekan. Tavsiya etib qolaman, Istanbulning sher yigitlari agar dokumentingiz tugasa murojaat qilasiz, granitsaga olib borib olibdilar. Lekin bu yerda brigat aynamizni ham ko'rib qolib. Assalomu alaykum. Brigat yaxshimisiz? Siz qayerdansiz? Istanbuldan. Esonboyning paxtasi muncha bo'laydi. Qanday solsa? Zo'rmen. Ayni qanday like bosing, Zafar aka bu yoqqa keng. Zafar akam bor. Hozir javon bo'lganiga reklama narxi 1 samsa bo'lgan ayna. O'shada 1 samsa berasiz. Hay bu brachka ko'p vaqtdan beri gransa borib kelyapti. Hozir ham borib kelyapti-yu. Ana nima deydi? Telefon qilasizmi ekrandan nomer, chiqishning nomeri tadbir qilmaydi. Nima deymiz boshqa? Esonboy ishlarga bir so'zingizni ayting. Esonboy Bali chiqdi sizga ku. Esonboy nomer 1. Men boshqa gapim yo'q. İçi nima? Necha kishilik? Aç. Mana bu oldi. Yuzi ochilak. Yuzi ochilak. Televizorlar ham bor. Buni Monitor hammasi. Üstüge mineyim ya bismillah. Ne deydi? Rusçam bilmeymeni jopa dikkat короче. Kelesene komfort. Nasıl da arkadagi ham просто свободный ketasiz. Eng katta odam menman, qarang. Свободный ketasiz. Brigat somsa ham bor ekan, klientlar somsa ham ketadi. Bo'ldi, haligining narxini ikkita, yana bitta reklama bo'lmadi. Ikkita. Ayna, Birovni telefon qing. Savob tilak qizdirish kerak. Mayli, hey. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana biz 4 yil, 5 yil bo'lyapti. Ukam bilan gravitsadamiz. Mana mashinani ko'rib turibsizlar. Shunda polniy komfort, biron joyda problema bo'lmaydi. Yo'lda borib kelguncha platin darogada yaxshi olib borib kelaman. Mashinani mana ko'ryapsizlar, komfort plus. Onlayn nomerga telefon qiling. Esonboy ishlarga yaxshi qolasizmi? Ha, Ona balan ayna olib tursanglar ishingiz hal. Yazini bosing. Jarilmasin deb kommentariy yozing.